Assalom, hayotning mazmuni. Ey! Xotini beparasat bo'lgan. Endi g'alati otash ekan. Nimagadir salonlaringdan ana kirson deb kelyaptimi? Ana shu, men ham shunaqa dedim. Kimdan? Orqadagi ana xotindan. Dadasi? Voy! Voy! Mana ayol kim nima meni qo'limga tegdi? Mana gulni sizga oldim. Menga gul? Menga gulmi? Точно o'yladim, menimcha mana shu salonda o'ziga qarayotgan bo'lsa kerak xotinim dedimda, to'g'ri shu yoqqa bostirib kirdimda. Voy dadasi. Voy, menaga gul beraman deb salongacha kelibdi. Otash ekan. Meni kimgadir o'xshatyapsiz. Men yoshligimda radonda adashtirib qo'yishgan, balkim ana shunga o'xshatyapman. Bilmayman, tanimayman ularga. Otash aka deydi-ku. Men endi dunyoda bitta menmi otash ayasi? Dunyoda bularmi bitta otash? Ha? Siz nimaga birovning yerini meni otash akam deb olyapsiz? Gaplashing o'zingiz, men qo'rqaman-da. Meni Otabek akam bular. Meni Otabek akam mendan boshqasiga qaramaydi. Hech qachon ham. Qaramagansiz-a? Umuman.